Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Dubay aeroporti yaqinida dron quladi. Assalomu alaykum. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Dubay aeroporti yaqinida dron quladi. Aeroport endigina ochilayotgan edi. Dubay xalqaro aeroportining A terminali yaqiniga dron qulagani aks etgan video tarqaldi. BBC video haqiqiy ekanini tasdiqladi. Bundan bir oz avval Dubay xalqaro aeroporti faoliyatini qisman qayta yo'lga qo'yganini e'lon qilgandi. Emirates aviakompaniyasi bugungi parvozi reja qilingan mijozlarni aeroportga kelishga chaqirgandi va shundan so'ng bir oz vaqt o'tib aeroportda portlash kuzatildi. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.